Kelinglar bugun sizlar bilan O'zbekistonning yangi turib kelgan Eva Product kompaniyasini bir nechta imkoniyatlarni boshqa kompaniyalardan ajralib turishligini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Eva Product kompaniyasining birinchi imkoniyati bu Eva Product atigi ochilganiga 3 yil bo'lgan. Bu degani bozor hali bo'sh. Hozir aynan Eva Productga kirsangiz, liderskiy sostav endi yaratilmoqda va siz aynan liderlar ichida birinchilardan bo'lish imkoniyatini beradi. Ikkinchi imkoniyatimiz bu juda ham zo'r bo'lgan bakovik yo'q. Ya'ni siz определенный объемdan tashqari ularga bakovik, ya'ni qo'shimcha 1000, 2000, 3000 ball qilib charchamaysiz. Men eski kompaniyamda ishlagan paytimda start summa tasdiqlashim uchun общий объемimdan tashqari, ya'ni mendan bakovik talab qilinardi va shunisi eng men uchun og'riqli nuqta bo'lgan. Undan keyingimiz обрезание yo'q. Ya'ni buni sitviklar juda ham yaxshi tushunishadi va og'riqli nuqtamizdan bittasi, siz tagingizdan kuchli inson chiqib borgan sari sizdan u insonni kesib tashlashi, ya'ni qirqib oladi, siz daromad ola olmay qolasiz yoki-da undan daromad olishingiz uchun alohida bakovik yoki-da undan olayotgan daromadingiz juda ham foizi kamayib ketadi va bu aynan muhit buzilishiga olib keladi. Birinchi liniyadan shaxsiy taklifdan 15% olishingiz. Men eski ishlagan kompaniyamda taklifingiz, ya'ni komandangizga birinchi liniyada necha ball qilishdan qat'iy nazar 40 qilgan siz 94 mingni olib olardingiz. Bu yerda shaxsiy siz taklif qilgan insoningiz necha ball qilishdan qat'iy nazar hammasidan 15% olishidan bu juda ham katta imkoniyat. Keyingi imkoniyatimiz bu srazu aktivlikni amalga oshirishingizdan boshlab sizga cashback, ya'ni daromad chiqishi. Birinchi 50 ballga 15%, 50 balldan yuqorisiga 25% kompaniyamiz daromad ajratadi. Undan eng zo'ri chuqurlikdan daromad olish. Siz Gold Pro lavozimiga yetganingizdan keyin butun strukturangizni 100 chuqurligingizdan maza qilib daromad beskonichность olish imkoniyatini beradi. Va meni eng zo'r daromad turim bu imkoniyati, ya'ni auksionerstvo puli. Siz umumiy kompaniya berayotgan barcha imkoniyatlardan, kompaniyadan o'sha komandangiz оборотida oladigan daromaddan tashqari, butun dunyo tovar oborotiga auksionerstvo uchun kompaniya kichkinagina statusdan boshlab sizni qo'shib qo'yadi va siz 2% dan boshlab 6,5% gacha kompaniyani butun dunyo tovar oborotidan sherik bo'lib ulushdor daromad olishingiz mumkin. Va eng zo'ri avtobonus. Kompaniyada juda ham kichkina ob'emi bor yo'q 3 oy ishlaganingizga kompaniya sizga 1 millionga mashina uchun pul ajratib beradi. Va bu hafta bonusi siz qayta 5 marotaba har statusingiz oshgan sari olishingiz mumkin. Bu Eva Productni bor yo'g'i 7 tagina imkoniyatlari edi. Va yana zo'r imkoniyatlarni bilish uchun meni kuzatishda davom eting.